Hürmetli vatandaş, endi muhokemani başlaymiz. Muhokemani başlashdan avvalchi sizlar bugun 2020-yil 8-oyning 18-kuni haftaga seshanba vatandaşım vaziyatlarni yuqorida ko'rib o'tdik. Birlikçe bir cümleden ko'rib o'tdik. Belarusya to'g'risida bir og'iz gap qilay anglab qo'ying, hurmatli vatandaş. Bu yil 3-oyda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komiteti'nin yig'inida, xalqaro yig'inida Belarusya'nın prezidenti Lukashenko Uyg'urlarni qirib tugutish kerak degan edi. Çünkü Rusya, mayli kim şekillik Rusya bo'lsin, bu Uyg'urning ajallik düşmanı. Ezelden Uyg'urning düşmanı. Belarusya Lukashenko shundoq degan edi, bugun Xudo uning oldiga elib keldi. Hozir 200 ming, 300 ming kishilik namoyishchi qo'shin Lukashenkoni taxtdan ko'sh dedi. Rusya buning isboti bildirib, ikki qatim telefonda so'zlashib, Prezident Vladimir Putin bilan Lukashenko Vladimir Putindan yordam talab qildi. Buning qanday javob bo'ladi, buni uquna olmaydi. Belarusya'nın vaziyeti qanday oxirlashadi, buni bilgili olmaydi. Ishqilib xalq qo'ygan xalq uni hokimiyatni topshirishni, huquqni topshirishni talab qildi Lukashenkodan. Mening demoqchi bo'lganim, u bu yil 3-oyda Uyg'urlarni qirib tashlash kerak degan edi. Vatandaşım, yer yüzlü insan hakan o padişah. Ne mi? Yer üstüde, pelekte Allah. Bu işte görüp durdu vatandaşım. Lukashenko 3-oyda shundoq dedi, bugun mananda Lukashenko taxtdan tushdi. Bu tugidi. Ben yuqoridagi so'zga leksiyamda Wang Yi ministri Wang Yi Tibet sizga nima ish bor degan edi. Bugün Zhang Fengshikening bayonotini ko'rdingiz yoki mavzusini ko'rdingiz. Sizga Tibetda kambag'allarni yo'lash nima ish? Yana qanday o'yin o'ynaysiz Tibetda? Mushundaq debdi Zhang Fengshike. Bu savoldan yana bir savol chiqdi. Yana bir savol chiqdi. Qarab beqing vatandaş. Wang Yi Tibetga boradigan chaqda u men namuratlarni yo'lash to'g'risida Tibetga ketyapman desa, bu masxara ustiga masxara. Külke üstüge külke yoki masxara, külke aralashgan masxara. Bu aralashgan masxara bo'lib qoladi vatan. Sen bir diplomat-ku. Diplomat ministr bo'lgan Wang Yi Tibet görüp namuratlarni yo'lashning ishini qilib keldi, xizmatini ishlab keldi desa, bu hajvilashgan külke, hajvi singdirilgan külke ve masxara bo'ladi. Ne alaqasi bor? Şimdi diplomatiya sohasidagi arbobning Tibetda kambag'allarni yo'lash, uning yordam berish nima alaqasi? Oqmaydigan sabab. Biz tunuga nima ish qilmadingiz dedik-ku shundoq. Andan yana hozir Zhang Fengshike nima dedi? Nima o'yin dedi. Ha, bugun biz bu savolni yana takrorlaymiz. Tibetga nima deyishga, nimani o'rinlashtirishga bordik, masala shu yer. Hozir yuqorida nimani ko'rdik vatandaşım? İqtisod ahvoli til siratning ustida jungoning deydi. Reis Xi Jinping Murassaga kelamdi dedi tunuga. Bugun Reis Xi Jinping qaytishga tayyorlandimi? Huquqni topshirishga tayyorlandimi? Bugun Reis Xi Jinping yana artag'ning ustida o'ltiribdi deyildi. Yana oxirdaqa ko'lkilik bo'lsa, lekin nayt chiroyli qo'yilgan gap ekan juma. Oxirgi gubernator Hong Kongning Fengdinkang Gollandiyaga uçup berib Shanghayni qaytirib beranglar. Mana o'xshaydigan gap ekan juma. Amaliyotda o'xshaydigan gap masxara qilmaylik buni hozir. Dalay Lama davatini Tibetda qaytirib berdi. Biz Uyg'urlar davatimiz Uyg'uristonda qaytirib berdi vatandaş. Shunga o'xshashli bir gapdan bu. Hong Kong'na qaytirib berdi. Vaziyat mana shu yerda. Buni inchik bilan tahlil qilsak hozir mundaq. Avval bilguchi Alloh shunaq deyli vatandaş. Biz shaxsimiz bir odam sifatida bir subyeketmiz. Bugungi kunda Jungo Kompartiyasini qutqizib qoladigan 2 rayon
Tibet rayonu, 3. rayon Hong Kong rayonu, 3'üncüsü Uyg'uriston. Tunigan Uyg'uriston, Tibet Jungo Kompartiyasining bostirish rayoni bo'lib keldi. Qirg'in qilish rayoni bo'lib keldi. Bugun Jungo Kompartiyasini qutqizib qoladigan va Jungoni qutqizib qoladigan rayonga aylanib yetib, mush davrga hozir qilling ustiga boshda debdi, til sirat ko'vrigini o'tib o'tadi iqtisodda deb shu yerga yetib keldi. Bu yerda bir xalqi va bu xalqi nima? Jungo Kompartiyasi Tibetni qo'yib o'tish kerak. Kontrollikdan, boshqarishdan, hukmronlikdan qo'yib o'tish kerak. Jungo Kompartiyasi Uyg'uristonni kontrollikdan, boshqarishdan qo'yib o'tish kerak. Yoki Uyg'uristonni shu vaqtda qurilgan 3-qatimliq jamiyatni asliga keltirishga qo'yib o'tish kerak. Shundaqla 11 bitim Gomin bilan imzolangan 11 bitim bugun Gongchen bilan imzolangan 11 bitim bo'lishi kerak. Avvalgisi tajovuz qilib besib olish va uni bitimlashtirish, nizomlashtirish, qonunlashtirishga urinish bo'lgan bo'lsa, bu qatim 11 bitim Jungo Kompartiyasi chekinish, Bin Tuan chekinish, Azatlık armiyaning Şinjan Juncha harbiy rayoni chekinish, hatto ishkirda yo'tkab kelingan va yerlikda elingan Xitoy ko'chmanlarining saqchilarini chekinish. Mana bu bitim hozirgi davr, hozirgi zamon, hozirgi dunyo vaziyatiga mos keladigan bir ishdir. Şuna menen demekçi bolğanım, bunu sizlarga to'liq uqtiraladim-mi, uqtiramadimmi bilmayman vatandoshim. Bu yerdagi logikalik fikr, bugun sen Jungo Kompartiyasi Tibetni qo'yib versen hayot qolasan. Uyg'uristonni qo'yib versen hayot qolasan. Hong Kongdagi oliy avtonomiyani asli keltirsan hayot qolasan. Bo'lmasa Jungo Kompartiyasimi tugaydi, Jungodagi davlatmi tugaydi deydigan vaziyat hozir dunyoda yetilib keldi. Xalqarada yetilib keldi. Bütün dünya tunigan dedik, Jungo Kompartiyasiga qarshi turadigan birlik safga atlandı. Jungo Kompartiyasining bugungi taradduti faqatla boshda aytibdi-ku, yanar tog'ning ustida o'ltiribsiz, tanlab oling. Ya Jungoni saqlab qoling, ya Kompartiyani saqlab qoling, xuddi Gorbachev. Jungo Kompartiyasini saqlab qolib parlamentda bir kishilik o'rin bergandek saqlab qoling. Buning uchun Tibetni qo'yib o'ting, Hong Kongni qo'yib o'ting, Uyg'uristonni qo'yib o'ting, yo'lmi shu? Jungo Kompartiyasi urush to'g'risida kelsa kuchingiz yetmaydi. Urush qila olmaysiz. Masalan, Hindistonliklar nima deydi ekan desa, Jungo armiyasi qasqonga tizib qo'ygan muammo deydi ekan. Jungoliklar nima deydi ekan Hindiston armiyasini desiniz, Zajitvan, ya'ni serikchilar umiki deydi ekan. Buningdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar professor Xechinglian xonim nima deydi? Jungoning askariy qismlari yotqan qatnashni o'rganadigan askariy qismlardir deydi. Tarixdagi Lushin apandi nima deydi? Jungoning askari Puralarni o'ltiradigan, xalqni qirg'in qiladigan askardir. Uningdan boshqa kuchi yetmaydi deydi. Lushin apandi shunda dedi, Jungoda bin Guangsha Laobeixin. Ana shu ishdir. Bunun için ben Tayvan bo'g'izi kiraman. Kelar yili 1-oyda Amerikada prezident saylimi yoki prezident oxira kiradigan vaqtda bu fursatdan foydalanib Tayvanga hujum qilib, Tayvanni boshqaraman. Babar, xiyol yoki bir cho'sh, tarix pishimchi ko'rgan cho'sh. Bu tavakkalchilik sizga yarashmaydi ham Jungo Kompartiyasi. Chunki mushunchilik tavakkalchilik qila oladigan jur'atmi yo'q? Asosmi yo'q? Yani iqtisodiy asosmi yo'q, harbiylar uchun aytganda fan texnika asosi yo'q. Endi kelayli Mingwanjo. Huawei şirketi o'zil-kesel Amerika tugashdi. 38 yurishlik shirkat butun dunyoda qor tizimlikka elindi. Agar Jungoning iqtisodi Huawei shirkatining iqtisodiga bog'lanib qolganlar bo'lsa, Jungo halok bo'ldi degan. Jungo halok bo'ldi degan gap hurmatli vatandosh.
Şu orunduk mu caydı tutmadı köydünüz mü vatandaşımı? La kol değil diyen söz. Der ki yani tek durup demek köydünüz mü? Hiç gep yok. Hala kol değil diyen söz. Azı Huawei şirketi tügeçti diyen ki emmin bence hanımdan takdiri kandak buludu. Anda bunu kelgisi Kanada hükümeti olan Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti bir taraf kıldığın iş buludu. Bugünkü min bence vaziyeti anda cüngünü kıstap kelivatkan taraftaki iktisadi amilla tünügünde dok. Pul, muamele sahası da Amerika cüngü ayrılıp gitmiş. Bugün en kendili min bence ya ki Huawei şirketi endi hazır biz aytkandak vaziyet cüngü kompartiyasi, diplomatiya sahası da endi siz Tibet'ten koyup etisiz. Hong Kong, Şangay'ın avtonomiyası estige kaytırıp gelisiz. Uyguristan'a koyup etisiz. Manımı şu yol. Bu yoldan başka endi cüngü degen bu devletke çıkış yolu yok. Eğer çıkış yolu cüngüge kerek buladigan bolsa manımı şu yol. Bilgüçü Allah vatandaş.